2025-yil 23-iyun Yaqin Sharq va O'zbekiston vaqti bilan 24-iyunga o'tar kechasi Eron parlamenti yakdillik bilan bir qarorga kelishdiki, Fors ko'rfazini kirib chiqishini bog'lab turadigan Strait of Hormuz kamarini yopishga qaror qilishdi. Bu qarorni qabul qilinishi Amerika Qo'shma Shtatlarining 22-iyun erta tongida Eron hududida joylashgan 3 ta atomik stansiyalariga hujumiga javob tariqasida ko'rsatildi. Telegram, New York Times va boshqa g'arb davlatlarining katta nashrlarida e'lon qilinishi bo'yicha oil tankers, ya'ni o'sha neftni tashiydigan katta kemalar o'zi Strait of Hormuzdan qaytarilib yuborilyapti, ya'ni o'tish o'zi yopilgan. Bu o'tish yopilishini bir necha soatlar yoki bir necha kunlar bilan qanchalik katta ta'sir ko'rsatadi, buni bir necha kunlar bilan bilib olamiz. Bu Eron parlamenti chiqargan qarorni ta'sirini birdaniga o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentini Twitterlarida ko'rishimiz mumkin. Tramp o'zini Twitterida neftga aloqador xabarlarni qo'yishni boshladi. O'shalardan bittasi drill baby drill, ya'ni o'sha neftni Amerikani o'zini ichida ko'rib turishimiz mumkin. Butun dunyo bo'yicha Amerika top 5 talikda kiradi o'zini neft zaxiralari bilan. O'sha drill baby drill tweeti bilan Donald Trump o'sha neftni Amerikani o'zidan qazib chiqaramiz degan ma'noda boshqa twitterlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni unga ko'ra tweetni ma'nosi neftni narxini Amerikada o'sha o'zini yakdil holatda ushlab turamiz degan twitterlarni e'lon qildi. Lekin hozirgi bu Eron parlamentidan kelib chiqilgan qarorga ko'ra Strait of Hormuzning yopilishi baribir uzoq muddatda, yaqin muddatda Yevropa va qo'shni arab davlatlari, Eronga qo'shni arab davlatlariga katta ta'siri bor. Uzoq muddatda baribir u Amerikani sanoatiga, Amerikani dagi neftni narxiga juda ham katta ta'siri bo'ladi. Endi bu ikki davlatlar tez orada qanaqadir bir murosaga kelmaydigan bo'lsa, menimcha bu o'xshamaydigan narsa, bu urush yana ham kattalashib ketadigan ko'rinadi vaqt o'tishi bilan. Iqtisodga ham katta ta'siri bo'ladi. Jahon neft bozorida neftni keskin suratda ko'tarilishi ma'lum bir davlatlarga, masalan, aytaylik, Rossiyaga juda ham qo'l keladi. Lekin bu g'arb davlatlariga juda ham katta minus bo'lib hisoblanadi. Bunga javoban Amerikani qanaqa variantlari bor? Birinchi variant Amerikani armiyasini olib kelishi va xuddi Yamanga qilingan operatsiyalarni amalga oshirishni boshlashi. Lekin buni ko'rib o'tishimiz mumkinki, oxirgi o'sha 2 yil ichida Bayden prezidentligi davrida ham, Tramp prezidentligi davrida ham Erondan ancha texnologiyalar va armiyasi orqada bo'lgan Yamanga mana shu Qizil dengizni yopish jarayonida qayta ochtira olmadi. Bu variant menimcha Strait of Hormuzni qaytadan ochib neftni o'tishini ta'minlab beradigan, kafolatlaydigan variantga o'xshamayapti. Ikkinchi variant esa Eron bilan sulh tuzish, ya'ni Isroil va Eron o'rtasidagi urushni to'xtatib, o'rtada bir qarorga kelish varianti hisoblanadi. Hozir xulosa qiladigan bo'lsak, Eron parlamenti bir ovozda Fors ko'rfazini yopishga qaror qildi. Endi javob g'arb davlatlaridan va arab davlatlaridan kutiladi. Bu chiqarilgan qarorga qay tarzda javob beradi, buni keyingi videolarda ko'rib boramiz.